Bir da'vatchi bir kuni jamoatga Alloh taolaning oxiratda bandalardan so'raydigan savollari to'g'risida vaz nasihat qilib, ilmingni qayerda ishlatding? Mol mulkingni qayerdan tepib, qayerga xajlading? Umringni qandoq o'tkazding? Ibodatlaringni qandoqroq o'rindading? Halol haromga diqqat qildingmi deb so'raydi deb uzungacha qiyomat to'g'risidagi temalar haqida jamoat ahliga vaz nasihat qilibdi. Ashu jamoatning ichida Amrulloh Avliyo Shibli hazratlari deydigan bir kishi bo'lib, vaizning nasihatlarini anglagandan keyin Alloh taolo qiyomat kuni bandalardan so'raydigan eng muhim deb qaralgan bir mavzuni unutib qoldingiz. Alloh taolo qiyomat kuni: "Ey bandam, men sen bilan billa. Sana jon tomiringdan bak yaqin edim. Lekin sen kim bilan bo'lding?" deb so'raydi. Aslida Allohning bandadan kutadiğini, bandaning butun vujudi bilan Allohga yaqinlashtiradigan qalbga ega bo'lishidir. Alloh degandek, sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir degan bu kishilardan bo'lishdan Alloh saqlasin. Amin. Bir kuni Hasan Basri hazratlari do'stlari bilan billa yo'lda ketayotganda qop-qora ranglik tulpar etiga minib, orqasiga xizmatchilarini agashtirib, katta hayvat bilan ketayotgan bir davlat arbobining o'g'li bilan uchrashib qopdi. Bu kishi to'xtab, Hasan Basri hazratlari bilan yo'l ustida ozroq paranglashibdi. Hasan Basri hazratlari u odamga: "Ey davlat arbobining o'g'li, sizlar hamma narsani mol-mulk bilan o'lchaysizlar. Sizga mono ikki so'zni sotmoqchiman, olamsiz. Chunki bu so'zlarni mendan boshqa hech kim sizga deyishga jur'at qilolmaydi" debdi. Davlat arbobining o'g'li: "Bo'ladi, qanchaga sotsiz?" deyishiga Hasan Basri hazratlari: "Birinchi so'zni bir ko'mishga, ikkinchi so'zni 2 ko'mish tangaga sotaman" debdi. Davlat arbobining o'g'li: "Bo'ladi, olay. Qani birinchi so'zni ayting" debdi. Hazratlari birinchi so'zni debdi: "Ey davlat arbobining o'g'li, sening uying bormi?" Arbobning o'g'li: "Bor" debdi. "O'zing soldirdingmi yoki miros qoldimi?" "O'zim soldirdim" debdi. "Uyning bitishiga qanchalik vaqt ketdi?" Arbobning o'g'li: "Xeyli uzun vaqt ketdi" debdi. Hazratlari savolini davomlashtirib: "Sharoitingiz yaxshi tursa, nimishqa tezroq bitirmadingiz?" debdi. Arbobning o'g'li javob berib: "Qurilishning tosh, yog'ochlarini to'shiydigan hayvonlarga ichim og'riganligi uchun biroqli ko'p yuk ortishni to'g'ri ko'rmadim. Shu sababdan qurilish vaqti uzrab ketdi" debdi davlat arbobining o'g'li. Bu javobni anglagan Hasan Basri hazratlari: "Hayvonlarga ich og'ritib, jiq yuk ortishga rozi bo'lmaysiz-yu, nemishqa o'zingizga ich og'ritmay, tog'dek gunoh ustida o'zingizga zulm qilasiz" debdi. Hasan Basrining aytgan cho'nqur ma'nilik bu so'zlari davlat arbobining o'g'liga bakli ta'sir qildi. Davlat arbobining o'g'li darhol otdan tushib, hazratlarining qo'liga esilib, 2 ko'mish tangini hozirlab beray, ikkinchi so'zni tezroq aytib bersangiz deb yalvoribdi. Hasan Basri hazratlari so'zini davom qilib, "Yo'lning hammini egallab, qayerga mengyapsizlar?" deb so'rabdi. "Podshohning yeniga ketyapmiz" deb javob beribdi davlat arbobining o'g'li. Bu javobni anglagan Hasan Basri: "Qara, eng qimmatli ko'ynakingni kiyib, eng chiroyli xushpuroqlarni chechib mengibsan. Chunki podshohning oldida xijilchilik qilishni xohlamaysan. Vaholanki ularmi sana va menga o'xshash inson emasmi? Hozir sendan shuni so'rab baqay. Qiyomatda mahshargohda Allohga hisob berganda, zimmangda to'shigan bu qadar gunohlaring va qora yuzing bilan payg'ambarlar va mu'minlar orasida xijil bo'lmamsan." Bu so'zlar qattiq ta'sir qilgan davlat arbobining o'g'li shu vaqtning o'zidala etini xizmatchisiga berib etib, Hasan Basri hazratlarining qo'liga esilib turib, bundan keyin butun dunyoga oid mol mulkini tashlab,
bu taqvodor kishi bilan bir sapda turib, Allohga texmo yaxshi bir banda bo'lishga niyat qilibdi. Odam bolalari Rabbi bilan bo'lgan munosabati sog'lom bo'lgandila, haqiqiy to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'nalishda bo'lgan bo'ladi. Janobi Alloh bizlarni har vaqt haq yo'lda mangadigan, haq yo'l uchun jon, mollarimiz bilan kurash qila oladigan, haq so'zlarga amal qiladigan, haqni yaxshi ko'rib yashaydigan solih bandalardan qilsin. Amin.